Assalomu alaykum hurmatli akalar ukalar. Bugun biz nahiye Kalxazavod'damiz. Xullas kalon Kalxazavod'ga mana shunday karavotlarni sizlarga tavsiya qilgani keldik. Inshaalloh qo'ldan kelgancha tutamiz. Sizga shunday karavot kerak bo'lsa, Moskvadan turib "Alo" deb aytilgan nomerlarga telefon qilsangiz ham aynamiz uyingizga dastlabki qilib yetkazadi. Любой razmerda, любой xilda qilib beramiz deydi. Kelishgan holda narx-navolarini karavotning turi bilan bor. Xolasangiz stolovoyingizga mana shunday stul qildirasizmi, xolasangiz nadayin qildirasizmi? Hamma narsadan bor va bundan tashqari ichkarida ham moyda-choydalar ko'pda. Ularni ham bir oz ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Shunday deraza qildirmoqchisizmi, narsa qildirmoqchisizmi? Pol nimadayin dorbizalarni ko'ryapsizlar. Kraska qilib kakishdik qilyapti buni. Dorbizani qarangizlar, birang kambidi yo'q. Mana ko'rdingiz-a, mana shu stollar hali tayyor bo'lgani yo'q. Sizga ham shunday kerakmi? Haj bu uyda o'tirib dam oladi. Kimga qiziqsa, bularning narxi qanchadan primerni? Bular 1200 so'm. Bular isktasini nima qiladi ekan? Mana ular mayda stolchalar, uyda kerak bo'lsa, hadiyda. Bu stollar narxi necha so'mdan maydalar? Bular 80 so'm. 80 so'm, 70 so'm shunday ekan. Savdo qilganlar bitta. Ha, ko'p olganga aksiya bitta podarkasi ham bor deydi. Bonus buniki. Postavkalar bor. Telefoningizni qo'yasiz, narsa qilasiz. Va bundan tashqari bundayin narsalar bor. Pol plastik deymi, nima deydi? Shundayin derazalarni tur. Bu derazalar necha so'm narx-navolar? Bular polni tayyori 8 so'm o'tishadi. Ha, tayyori komplet hamma narsa 800 ga tushadi ekan. Bu yoqda hali kraskalanmagan narsalar, stullar, tayyormalar juda ham ko'p. Firmasida, xullas firmada firma. Bundan bir yerdan arzon joyni topmaysiz. Bir yerda to'lga arzon joy shu yerda bo'ladi, Kalxazavodda. Aynamizning nomeri 550 551 113 nomerda bo'ladi. Mana shunday hozir ko'rsatib o'tayin. Srochni birinchi joyga tualet qurish kerak bo'lsa ham, mana shunday tualet ham qilib beramiz deydi. Tap tayyor shaplatib apparat qo'yasiz. Ish joyining boshqa, magaratning boshqa, qayerga bo'lsa. Mana shu karavotlarni ko'rdilaringizlar. Boy xilqini. Mana ko'rdilaringiz akalar, mana shunday naves deydi, nima deydi, choyla deymi, besetka deymi, shularni olib borib uyingizga qurib qo'ysangiz, narx-navosi buni 17 ming so'm ekan. Lekin polni tayyor bo'lgandan keyin kakishlik qaydoya qilib, laklab, kraskalab, cho'tkalab zavoddagidek qilib olib borib beramiz deydi. Narx-navolari 17 ming ekan. Razmeri 4 ga 3 mi shunday. Ular to'mpishkalar ekanda, maqsad любой razmerda tayyorlaymiz deydi. Hamma hal bitgani yo'q. Girdilarni qo'yib, bu yoqqa bitirsak qoidaviy bo'ladi deydi. Любой razmerda bersalaringiz, aytsalaringiz tayyorlab qilib yo'natamiz dastlabki qilib deydi. Adres Kalxazavodda bo'ladi. Shu nima svetoforning oldidan shunday Ayjamal Samsag'anasiga kirayotgan joyda shu yerda taxtashib bir magazinlarning oldida bo'ladi-da, yangi dom qurilyapti. Hay videoga bitta like bosib qo'llab qo'ysalarimiz juda ham xursand bo'lardik.